Dada, turdingizmi? Tamam kıldınız mı? Ha, hazırla çıkaya. Allah. Elini. Mantıklı sizde. Ha. Çay içeceğim dada. Dada, sizden yeni bir işini ötünmekçiydim. Nemin ötülmekçiydiniz? Mening oliy maktabda bakma o'quvim bor edi. Bu talabimni rad qilib etmang dada. Savodoshlarimning oldi ketib bo'ldi. Hozir ozli bir qismimiz qoldik. Qo'limda chaqir qog'ozi turibmi boramsam? Qandoq bo'ladi dada? Uning ustiga fikrlarimning o'qishiga ta'sir yetmamdi. Bay gepini qilgan chaqir qog'ozga nima bu? Nazirbog'ga o'xshamda? Yo'q dada, Nazirbog'ga emas, men sizga chiqib ketay. Mana chaqir qog'ozim. Ko'rib beqmi? İmtihandan o'tganlarga Bundan keyin oliy maktabning gepini qilg'uchimman. Bo'lmasa tanishlarimning o'g'illaridan birasiga yotliq qilaydiman. Assalomu alaykum Pazikka. Jamoat saqlab qoldi. Ha, mana hozirlamangmi. Apa, canım apa. Nemişkimi ölüp ketkensiz apa. Mendek biçare, taleysiz kızınızını nemişkimi taşlap ketkensiz. Apa, menim o özünüz bilen birge ep ketken bolsunuzcu. Apa, apa. Kızım, atanız bağının bilen, kolumda hiç iş gelmeydiğen, yaramaz bir erkenmi? Sizin istikbalınızda nabut kıldı. Sizin şunçtırışıp okuğanlarınız nikahına gidini kapı. Beni geçirin kızım. Dadımız pul sorap heyli yerler geçip yarıptı. Lekin pulun amalını kılamaptı. Bizni geçirin kızım. Biz şunç tırışıp mı yenili sizle okutamaydığa bulduk. Yok apam. Dada, sen neymiş kışıklaysınlar. Şığılmanlar. Meni hilimi 11 yıl okutunlar. Men işinime. Mümkün bolsa özünle az yap az ki bu gurbet turmuş geçiş bedeliga meni yine 11 yıl okutalaysınlar. Dada, abba, menin sileni bundak taşlap koyğum yok. Benim kızım. Abba. Geçirim kızım. Asli o'qitib qo'ysam bo'ladi. Lekin sizning talabingizni yerda qo'yqim kelmadi. Mening o'sh qilganlarimni bilsangiz da bo'ladi-ku. Oy, Pazlaxon. Nikoyingizga o'tmay turib, hozirgacha xizmatingizni qilyapman. Mushumo siz uchunda? Ha? Rastaysiz canım, rastaysiz. Biz bir-birimizni ko'rishimizga sa'dil chidishamaydigan qo'shmoqlar.
Fazlaxun, Ranagul sizning xabaringiz yo'q. O'qishga g'ibbat ketib qolsa, qanday qilasiz? Hay, xotirjam bo'ling, uning beshi 10 emas. Ya'ni kelib men uning chaqir qog'ozidan bir nimasini yirtib tashlab etdim. U hamda hech nega boramaydi. Bak yaxshi bo'pti. O'qishga boramaydi ekanda. Demisimi, qiz bola turib, sharaxyalarga o'qishga berib, nima qiladi, ha? To'g'ri deysiz, Tursunkul. Ma'amdoq. Ma'qul. Hazlaxun, jindan qo'rqib kalingizdan ketib qoldingizmi, nima? Nimandaq chig'ir yo'lga haydaysiz? Bu chig'ir yo'l bilan nima ish qilmoqligimni nima bilib qolasiz? Ko'p kunduzda satlashib yurmam yana. Hay, xotirjam bo'ling. Rabiyaning shundaq ko'nglimiz yerim bo'lsa, endi senmi boramayman desan qandaq bo'ladi Rana? Rabiyaning bu oilasi qiyinchiligi bor bo'lg'achqa boramidi. Lekin sening oila sharoiting shundaq yaxshi tursa, dadang nemish o'qitmaydi? O'ltiran Jamila. Dadamning nima o'yi borligini faqatla bilamadim. Muallimning gapini ilik olmadi. Men faqat sizlarni uzatib qo'ya olayman Jamila. Undaq deyman Ranagil, sen bundaq deysan, Ali'ningmi, Rabiyaningmi ko'ngli yerim bo'ladi. Sen cho'qim bir amallarni qilib biz bilan birga bog'in do'stim. Yo'q, endi mumkin emas. Dadam mening chaqir qog'ozimni yirtib tashlabdi. Mana endi 3 ukamga opa bo'lib, ularni yaxshi o'qitib, o'z orzuyimni shular orqali amalga oshirmoqdan boshqa iloji yo'q, bildingmi? Men oxiri mushu niyatga keldim. Yo'q, men ishonmayman. Siz bizga yolg'on aytyapsiz. Yolg'on, ammo sizning gapingizga ishonmadim. Siz bizni kuch ko'rib yolg'on aytyapsiz. Acha, haqiqiy ahvolni nimishqa yoshirsiz? Nimishqa bizga yolg'on aytasiz, ha? Ras ukam, men ko'p o'ylandim. Men kessam, sizlarga kim tomoq etib berdi? Kirqatlaringlarni kim yuyib berdi? Ya'ni kelib, men degan qiz bola. Dadamning o'ylagan yeri bor ekan. Ha, bugun atgan u o'zi qo'shilgan. Men o'zim rad qilib etdim. Endi ortiq o'ylamay, darsinglarni yaxshi o'rganinglar. Oliy maktabga. Acha, bo'ldi, yolg'on so'zlamang. Bizga yolg'on aytmang. Aytinglar, acha. Bu dadamning qarori, shundaqmi? Acha, siz rostla bizga tomoq etib berman deb oliy maktabga bormamsiz? Agar shundoq bo'lsa, men siz aytgan tomoqni hargiz yemayman. Kirlarimni o'zim yeyman. Siz aytgan tomoqni hargiz yemayman. Acha, siz ishkilanmang. Heliq puldan yetkidak elib, oliy maktabga men acha. Uning javobini men o'zim qilaman. Jinimni tikib qo'ydim, acha. Biz sizni ustib qo'yaylik, acha, ma'quldan. Bo'lamdi? Ma'quldan acha, biz sizni ustib qo'yaylik. Ma'quldan acha. Jinim fikrlarim. Acha. Bag'andan keyin bizga xat yozishni unutib qolmanglar, jo'y. Cho'qim yozamiz. Yo'lga diqqat qilinglar. Sizlar o'zinglarni asranglar. Bo'ladi. Asli o biz bilan birga borsangiz yaxshi bo'ladi. Rabiya, Malik xocha, bo'ldi. Sizlar mishat turib qo'yinglar. Xo'sh Jamila, Ali. Xo'sh. Ali maktabga berib tirishib o'qinglar. Ma'qul. Xudoyim omonat. Diqqat qilinglar, bolalar. Ranaydan hech gap bo'lmaydi. Shuning bo'lgandi. Shundaymi? Bir ish chiqib qoldimi ya? Ma'qul amsa. Bizga xat yozishni hargiz unutib qolmanglar, jo'y. Xo'sh bolam. Xo'sh, Malik xocha. Xo'sh. Xo'sh. O'qta o'qinglar. Jamila. Xo'sh amsa Malik xocha. Bo'linglar. Yo'lga diqqat qilinglar. Ma'qul amsa. Ma'qul. Xudoyim omonat. Xudoyim omonat. O'zinglarni asranglar. Xo'sh amsa. Xudoga omonat. Diqqat qilinglar. Xudoyim omonat. Xudoyim omonat bolalarım. Yazınız. Xo'sh. Rabiya. Xo'sh. Rabiya.
Rana, hey to'xtanglar, Rana keldi. To'xtanglar bolalarım bu yoqqa. Rana, Rabia. Kechikib qolding-ku do'stim. Qani ular? Ana. Ranagil. Chiqin bular. Ranagil. Rana. Kechiringlar, men kechikib qoldim. Rabia, sen sinfimizda eng a'lochi o'qigan. Sen boramsan qanday bo'ladi? Sen ular bilan bag'in. Mana, bu pulni al. Bo'lmaydi. Alsam bo'lmaydi. Qanday qilma, Rabia, bo'lmaydi. Buni ag'in. Buni olsa qanday bo'ladi? Pulni olsin. Men bu boramadim. Sen mi boraman? Ilim Rabia, ilim. Ag'in do'stim. Bo'pti qizim, rahmat. Qizmaydi hada. Rabia bo'lsa, men bag'anga o'xshash. Nimaga do'stim? Xudoyim baxtini. Melik qacha. Rabia'ning so'mkalarini aytdim. Ma'qul. Tez qilib qo'ygan. Endi yig'lama. Do'stim. Yaxshi o'qigin. Ranagil, sizmi biz bilan birga mang'amassizmi? Biz bilan birga bering. Ali, men berishga amalsiz. Men faqat sizlarni uzatib qo'ya olaman. Menga xat yozishni unutdim. Ranagil, xotirjam bo'ling. Cho'qim xat yozman. Pat xat yozib turaman. O'zingizni asrang. Mana qizim, mana. Kamni asrangizni, kayningizda Bo'ldi beringlar. Kechikib qolmanglar yana. Tez menglar bolalar. Ma'qul Ranagil. O'zingizni asrang. Jamila. Yo'q, qizim. Xo'shamsan. Ranagil. Xo'sh, Melik qacha. Xo'sh bolalar. Bo'ldi. Yig'lama. Xo'sh. Xo'sh. Ey qizim, yaxshiligingizni qachon qaytirib olamiz, jinim qizim? Qilmanglar. Xo'sh bolalarım. Jinim qizim. Bundan qilma Rabia. Mang'in qizim, mang'in. Xo'sh bolalarım. Xo'sh, yo'lga qilinglar. Diqqat qilinglar. Jinim qizim. Xudoyimga omonat. Salomatligingga deyman qizim. Xudoyimga omonat. Xat yozishni unutib qolmanglar. Cho'qim yozimiz. Salomatligingizga qiling qizim. Xudoyimga omonat. Hada, bo'ldi, ko'zlarini yerim qilmaslar. Rahmat qizim. Rabia oxiri o'qidi. Sizga ko'p rahmat. Arzimaydi hada. Xudoyim baxtingizni bersin qizim. Bo'ldi hada. Yursizlar kirib ketaylik. Mahsula. Ma'qul. Yuring. Hey, Qurban, Ha? akang qani? Uyda qoldi. Nima ish maktabga mangmidi? Bilmayman. Fukuldiroq maktabga ketdi. Sen maktabga mangmay, men bu yerda o'tirsa. Darslik o'tag'ini mana. Fazıl cazanıxo'rning kuchiga ila deylik. Sabahdaşlar, bugün yeni ders başlaştığım avval aldığın saat ötüleyen dersimizin bir katım tekrar kıp öteydi. Aldığın saatte biz 32. ders Kuchaqla o senin dadan degan dersini etken. Sabahdaşlar bu dersin nisbeten tayyorlig'inglar bordi? Ondaq bo'lsa, mushu dersning tövendiki sualini so'rab baqay. Birinchi, bola dadasini nima sababdan tanıyamadı? Ikkinchi, mushu yerda aytilgan go'hartosh bilan uyul tashning simovliq ma'nosi nima? Qani, kim javob berib baqidi? Qaragan bir qism saboqdoshlarimizning tayyorligi yaxshi bo'lmabdi. Bo'ldi, qo'linglarni tushirib aytinglar. Men yo'qlimidan so'rab baqay. Bu savollarga saboqdosh sayibdan siz javob bering. Endi javob bering. Birinchi, bola dadasini nima sababdan tanıyamadı? Ikkinchi, mushu yerda aytilgan go'hartosh bilan uyul tashning simovliq ma'nosi nima? Nima?
tayyorlik qilmadingizmi? Nima tayyorlab kelmaysiz? Bu savolga saboqdosh Aynur Abdulla siz javob bering. Bala dadasini nima sababdan tanıyamadı? Balaning dadasini tanıyamasligida ikki sabab bor bo'lib, birinchidan bala tug'ilib ta cho'ng bo'lguncha dadasini ko'rib boqmaganligi uchun dadasini tanıyamadı. Ikkinchidan dadasining suratdagi chiroyi bilan turmadan chiqqandan keyingi chiroyi o'xshamaydi. Shunga bala dadasini tanıyamadı. Mush yerda aytilgan Go'hartosh bilan Uyultoshning simvollik ma'nosi nima? Uyultosh dadaning Batur Qaysar tavranmas irodasiga simvol qilingan. Go'hartosh dadaning bilimlik oliyjanob fazilatiga simvol qilingan. Saboqdoshlar bergan javobi to'g'rimi? To'g'ri. Yaxshi, qani o'tiring. Nomeringiz yozsa. Sayfiddin, tayyorligingiz puxta bo'lmabdi. Bunda qilsak yaxshi bo'lmaydi-jimi? Qani o'tiring. Saboqdoshlar, oldingi soatlik darsni takror qilishimiz mushagicha bo'lsin. Bugun o'tmoqchi bo'lgan darsimiz mush ikki yerlar. Sizga bo'lgan mehr muhabbatimning qanchalik cho'nqurligini endi his qilmoqdaman. Siz men uchun to'liq mehribon, eng suyimli qiz. Shu topda rivoyatlardagi parizatlarning kaptarga aylanib, ko'kda parvoz qilganga o'xshash qanotim bo'lsa, uchib berib sizni ko'rgim keldi. Ash xush tabassum jilvilanadigan nuroniy yuzlaringizga to'ymay qarag'im keldi. Afsus, menda o'nchilik jasorat yo'q. Senin dadağına aram koyunun güçünü işini yanmaydı deydi ko. Aram koyunun güçünü hep aklın bulgunup gitipti de. Aram koyunu güçünü yedi. İştmiş şunu güçünü yedi bu. Üyümdeki arsılacakka izi olsam oldu kende. İştmişken demiş azlap ketken desem. Sınırdan yaptık tüktükken de. Ağzını yumaş. Nimdap beni akaratırsa. Vay nemi gibi akıraysa demişsin mi Rasko aram yediğini. Dadağına cezanı korunun tip ekirgenine ayma yediğini. Neri berini arabayla müşünün balısını yedi kende bu. Nim dedi? Ya sana bana. Sayfiddin o'rningizdan turing. Nima jurib ketdingiz sizni? Ay, nima chiqib qolmayotgandi Sayfiddin sizni? Sizga bo'lgan chin muhabbatim, saf aqidamni 5 yillik maktab hayotim tamom bo'lganga qadar hech qanday kirchang yo'qtirmay faqat sizga taqdim etaman. Bu mening yurak so'zim. Chunki men sizni chin qalbimdan yaxshi ko'raman. Qalbim birdan bir o'rin olgan qiz siz. Men davlat bayramlik vaqtdan foydalanib yurtga berishni o'ylayapman. Sizga yuzturani deydigan nurg'un gaplarim bor. Men Hey, Rana! Nimandaq tug'utli xotindek uydan chiqamaysan? Chiqa bu yoqqa. Mis qilmay alaychilikni. Mana suv akir. Qurban, mush yaqindan beri darsda bekli chekinib ketdim. Biroq dadam bo'lsa menga aytdi. Sadi nima ish bo'ldi? Men sening ustozing, shundaqla opangning o'rnidagi odam. Qandaqli gaping bo'lsa, menga aytgin o'g'lim. Muallim. Yig'lamay so'zlamasan, ha? Qandaq ish bo'lsa, menga aytdi. Benim oğlum da olsunuz ben. Muallim. Shunda men sening ustozing bo'lib qolmay, yana opang meni oppa desang bo'ladi o'g'lim. Nanaygilada? Sayfiddin?
Nim bo'ldi sana? Ha? Zaten nim bo'ldi? Ha? Bu zaten neymiş? Bir necha saboqdoshlarimizdan so'qishib qolibdi ekan shunga shunda. Jinim ukam, neymiş ki saboqdoshlaring bilan uğraşsan? Uğraşmasangmamdı. Kelak yuzingni yuvib qo'y. Ey cazanıxo'rning kuchiga, sen mi cho'ng bo'lsang, dadam cazanıxo'rdek Luqman cazanıxo'r bo'lamsan deb baqa. Ay, cho'ng bo'lsang, cazanıxo'r xalqni qoqishtamsan, ayta. Tez gap qil deyman. Men degan yozuvchi bo'laman. Yozuvchi bo'laman ki, sen yozuvchi bo'lsang, bizning bo'lmas deb baqa. Men degan bichar yetim. Meni nimishga bozor qilib Meni bozor qilmoqdan sen gitme. Sening otam soatini bozor qilib ekan u. Agar sen oyog'da bozor qilib olsang, menga mama. Men buni qarab buni. Vallahi bunu loyaq domla tutmayın. Onu şıklama. Şıklan sen. Şıklama oldu ya. Shundoq morg'am bormi? Og'riyotamdi. Yo'q. Voy. Yaxshimi bo'ldi sizlarga? Yaxshimisiz? Nim bo'ldi? Saboqdoshlari bilan urushib qopdi. Bireringiz og'riyotamdi. Jirahman doktorxonaga olib boray. Jirah. Bo'ldi, Rahmat. Rahmat sizga. Uqalarim, sizlarni qaytinglar. Rahmat sizlarga. Maqulada xo'sh. Rahmat sizlarga. Asli men darsdan tushib sizlar ayrim paranglashmoqchi edim. Voy. Luqmanjon, Nim bo'ldi? nim bo'ldi sana? Ha? Ayting, sizni kim bo'lsa ketdi? Ha? Sovuq qo'ydirib bo'lsa ketdi. Endi keldingizmi pazlaxon? Qosqingiz oshqandi, ha? Voy, ochmamdigan xotin, ochmamdigan. Sizga o'tdan bir narsa pishirib qo'ydim. Ko'nglimnikini topirgan xotin deysan. Qani, o'tiring. Men hozir Hele bo'ladingiz. Qo'zg'im ichib, uchaydirib tortishib ketdigina. Allah. Mana, qanday? Ko'nglingiz xush bo'lganda? Ha? Sen meni qachon xush qilmay qolgan tursin gulim, ha? Albatta xush bo'laman-da. Eling. Qani, sen ol. Voy, men uyda shunday chiq yeb oldim. Amsi men yevadim xotin, ha? Rana ko'rinmaydi-ku. Birga ketib qolmaganda? Voy, ne ketmoqchi? O'stan bo'yiga ketgili ne vaqt? Xuddi suvni daryo bo'yidan akiladigandak yo'qolib ketdi-ku. So'g'i chiqib ketgan bo'lsa, amdilating kira. Men bo'lgan O'stan bo'yim bo'lsam, ancha yaqin emas. bu chaqchi onchilik suv akagan bo'lardim. Ha, qachon birasi bilan mungdishib o'tirdigandi? Bo'ldi, yig'ilma Luqman. Yig'ilma, ha? Aja, men keldim. Qurbonjon. Muallim, siz qaytib keting. Uqalarim muallimning ham ajisining gapini anglaydi. Shundoq-ku. Men qaytib borgandan keyin sizlarni urgan, bo'za qilgan bolani qattiq tanqidlayman. Sizlar yaxshi o'qinglar bolalarim. Tirishib o'qinglar, bo'lamdi, ha? Sizlar nima ishga gap qilmaysizlar? Meni nima ishga azoblaysizlar? Aja, men tirishib o'qiyman. Men cho'qim tirishib o'qiyman. Meni sovuq qo'ydirib bo'lsa ketgan bo'lsa, men tirishib qo'ydim. Jinim ukam. Bo'ldi, yig'lamag'ina. Aka! To'xta! Jinim bolalar. Voyjon. Nimanda qilgandimi birmila? Oy, nazlanmay, qaç, yememsiz. Aballarning kagini ko'midingizmi? Bu go'shtni bolalarga yeb qo'ymaganmi? Oy, sizmi toza gap qiladi ekansiz.
gap qilmay, oldingizga kelgandan qach yana. Bu sening nima qilganing? Ularni bir tishlab deysi bo'lmamdi. Yelimichu, sho'rpisdan ep qo'ydim. Ularni yeydi. Haqqin eling. Süleyman Ağa, senin icabını öptün, icabını birbirimize kaçırma. Süleyman Ağa. Ben dayak yiyenge çıkılamadım. Bu pul yenilik konturdi xo'dan. Voy, menden gumonlanib yurma yana. Qayta sanab beqna. Voy jenim xo'dan, yeni sanasam yeni shu konturdi. Bu qanday gap bu? Xo'dan bilib bilmay ep qo'ymagansizlar. Oy, nim davatsiz? Men o'g'ri ko'ryotamsiz nima? Men bu pullarni elib ne gapiratdim? Uyingizga kirmayla gumonlan qiltirsangiz, siz bilan yashag'ili bo'lamdi, bo'lmamdi. Jenim xo'dan, tatli xo'dan. Xafa bo'lmanglar. Chaqchaq deb qo'ydim chaqchaq qilib. Xato sanab qo'ygan o'xshayman shu. Xafa bo'lmanglar. Siz akstırıp dersin çekinip kesiniz doğru bulamdı. Bunun tesiri inleringizga bo'lmamdi. Ulamı dersin çekinip kessinmi? Dadыңыздың qilganlari elbette doğru bo'lmadi. Lekin onunluk bilan ishinchingizni yo'qotsangiz bo'lmaydi da. Siz maktab bo'yicha eng yaxshi o'quvchi. Boshqa saboqdoshlaringizga ham yaxshi ta'sir berishingiz kerak bolam. Muallim, ben rastla gangirab kaldım. Benim ağacımdaki bu qağım yok. Ağacımga bek uval buldu. O ağacımga uval kıldı. Akı üçümüzden ama muşundak günge gelişimizden esreyme. Çünkü bizden ama bilimsiz, gereksiz adam bu qağımız yok. Hemimizden yaxşı okup, bilimlik, yaramlık adam boğumuz var. Bırak ağacımın işi bana hakikaten tesir kıldı. Muallim, o keçilep dersi yönetti. Kırkatlarımızı yuyattı. Ders öğrenişimizge yardım beretti. Başlamağımızda etetti. Yine ayrım vakitlarda dem almasdan tırışıp öğrenetti. Bulanın hemisi nime için? Bunun hemisi Ali mektepki beriş için emes miydi? Ahırkı hesapta baralıdı mı muallim? Beçarı açan paramıydı. Rahmetli apımızdan ayrılıp ta hazırga kadar apımızdan orunda apa, yaxşı ağaça, yaxşı okuğucu. Şundakla bizning yaxshi ustozimiz bo'lib keldi. Mayra muallim, men sizdagi yaxshi muallimning so'zini albatta anglayman. Men cho'qim tirishib o'rganaman muallim. Bo'ldi, shig'illansa ipidan. Jami o'simi qo'shilib aran 4900 qo'yibdi. Bu xato bo'lib qoldimi, qandoq? Nima bo'ldi? Meni hisob bilmaydigan ko'ryapsizlar? Ha? Qandaq sizga xato bo'lib qoldi?
Sizlar mendan 3000 qo'y og'ili ne vaq? Ha? Endi shuningga 900 qo'y o'sim kelsa, chidamay ketib boramsizlar? 900 koy üsüm keldi dedilma pazlaxon. Ay, to'la odam gap qilsamanglar. Gap degan bir. 900 qo'yni vaqo, men qo'y qilatmagan qo'shilinglar. Qani pul, akeldinglarmi? Men sildan ağan 3000 koyga 900 koy üsümni qo'ysam, 4900 koy emas, 3900 koy bo'ladi ekan. Men hozir 2000 koy ekegendim. Ha, kelinglar, chiqinglar. Voş, bundaq yaxshilikni bilmaydiganlarga yaxshilik qilman degicha ishingizni qilsangiz o'mamti. Amsa, gapimiz gap. Nizaxon. Qolgan 1900 qo'yga, ya'ni 100 qo'yni qo'shib o'tib, ikkinchi qatam kevash satganda taq ekilasizlar, ha? Ma'qul pazlaxon, ma'qul. Qo'shamsa. Qarzdorchilikdan qutlanmay, o'lib ketadigan o'xshaymiz Silmaxon. Tünögün 2000 yillik paxt setib edim. Uyda bir kech qunibdi. Mana bugun yana qarz to'lab chiqdim. Eshak o'riq bo'lsa-mo, yig'ir bo'lmasa degan gap bor. Kambag'al bo'lsaqmo, qarzdor bo'lmagan bo'lsaq, kunda qaynoq suv ichsakmi mayli. Shularni o'ylagan siri kallamning ichimi, teshimi qetib ketib bordi deslar. Nizaxon. Rastayla Silmaxon, rastayla. Kunduzlari tugumas amgak qilib, kechalari qarzdorchilikda tuzuk uxlayanmay, bag'an seri halsizlanib, divanlashib ketyapmiz. Qanday qilamiz endi? Yana desak, yana shu gap. Qara xotin, bu shundaq daftar qalam tutib o'tirsak vaqo pul degan sharaqlab kelaverdi. Qandaq? Andaqdi men sizning katibingiz bo'lib qoptimanda. Agar hisobot qilishni bilsak, mush 2 oy ichida pul deganga ko'milib ketamiz xotin. Ya Allah, barkat bersin Xudoyim. Asalile. Ma sandiq obdan qaranglijimi? Ustam, amaysiz yeridan yana 5 siq qo'yinglar. Qo'saq yerilib ketay davasa, yana kavab qo'yib nima qilasiz? Sen yemisan, men yeyman. Bo'lmasa bolalarga og'ash ketayli. Uyt! Yaxshi tamoq ishib qag'icha, yomon qo'saq yerilib ketsin degan gap bor. Men ucha yeyman. Pishira ustam. Mana ma'miyman 15 ni qo'yib atdik. Ha, pishib qoldi, ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bova, kasala. Qani, ishimdan turdingizmi? Amin, Allohu akbar. Qanday tez turibsiz? Yaxshi. Dadingiz ko'rinmaydi-ku. Birga ketganmi-ti? Dadam azroq ish bilan bozorga ketgan. Biror ish bormidi? Qizim, keva satgan pul o'g'limni o'ylashga yetmay, dadingiz Pazlaxundan azroq qarz olaymikin deb kelib edim. Qerishqandek dadingizmi uyda yo'qkan. Endi qandaqmi qilaman shu? Bova, hozir hamma odam kevasatdi. Meningcha ko'ngillari yaqin birasidan so'rab baqsalar tutib qolarmikin? Hey qizim, meni so'ramadi debsiz. Hamma odam keva satgan bilan hammasining o'ziga tushliq tangligi bo'ladi ekan qizim. Endi men kimning oldig'imni qarz so'rab boraman, shuni o'ylayapman. Men chiqay qizim. Bova, ranjimay chiqalarmisa? Ha. Bova, Nima ish qizim? to'xtab tursilar, uyga kirib chiqay.
asla. Az olsun mu işletip durala. Rahmet kızım. Asla bova. Rahmet. Sizga ko'p rahmat kızım. Emisa dadınız kelgende pul ep ketkenligimni onunğa aytib qo'yaysiz. Menmo dadınızni ko'rsam onunğa rahmetini aytib. Yo'q bova, bu pulni sizlarga berganimni dadamga aytmasizlar. Bu pulni qaytaraman debmi avaro olmasizlar. Unda qilsa Hech qanday bo'lmaydi bova. Dadamning mijozini o'zlari bilala. Shunga bu pulni sizlarga berganimni dadam hargiz bilib qolmasin. bildim, tushundim. Rahmat qizim, Arzmaydi avval bova. Rahmat. Xo'jayin, bizdan nech pul oldi? Ha, 45 koy oldu. Ey, bo'ldi qil. Chog'lama yavir qo'sing etilganmizu yana. Mening turqimga qarab, bu kavobni yemaydi deb qopsizda. Heliqu bu kavobgan. Yana 10 siq bo'lsin-u, yevetimi? Ustam, maysiz yeridan yana 10 siq beringlar. Bo'ldi bunga. To'yuqsiz o'chib qoldim men hamda. Voy nimandaq mamaysiz? Osh, ishtirak mamamsiz deymi? Voy ne bo'ldi? Oshqaznimda qattiq bir narsa turib olgandek og'rib ketyotdi. Voyjon. Azroq ye, unmaysa. Och ko'zda qilib. To'li gap qilmay ishtirak menga. Voy, o'tamay men qanday qilaman? Voy men chidayolmadim. Hojatxonaga bormisa, qarab turmay. Nima demamsa? Dada keldingizmi? Ha. Qo'loya o'tamsizlar. Akilan chapaningizni. Qani o'tirib yangla. Oyjon. Oyjon. Qo'sa qichaqlab yemasa, mana shunda qo'ldan gap. Oshko'z xotin. Voy qo'stim og'rib ketyapsiz, men qanday qilaman? Eliq kavobni olmaylik desam, olmaysiz, o'tdan bo'ldimi? Emsa hojatxonaga chiq mana. Chiqib kelsa o'ngshilsa, mana. Bo'ldi qilaman. Emsa qanday qilib berma? Uplaqib kel, xotinni. Voy qanday qilaman? Men chidayolmadim. Ey, tug'ib qo'yma yana. Bunday vaqtda chaqchaq qilmang. Men tug'adigan mekan bo'lmasam, oyjon. Acha, ot tursunak tug'amdi nima? Vaqirab bulamayli qopti. Vaqirab bulamayli qopti? Tug'amdi nima? Undaq bo'lmaydi, ukam. Hey, kalva. O ayol kelgilidagi bir ay olmasa, qanday qilsa tug'di? Voy, yog'on bo'lsa juraman bilan chiqib qarab baqa. Qupa. Menga qarab baqimiz. Menga. Rosmiga? Qara. Ma'u xotinni. Qara Rosmiga. O'lsin xudoyim. O'lsin bu qiri. Qo'rqib ketdi. O'lsin. Shunchalik og'irganga o'tirganga boramdi. Birdan yetib qolsa. O'lsin. Bo'lamidi? Voy xotin, birdan chizdigan hamda. Bunday qiyasam men haram o'lib ketadigan o'xshayman. Men doktorga qapiramsiz yo'q. Voyjon, voy qizim. Ma'qul, men doktorga qapiray. Voyjon. Ey, aşk. Ma'qul. Biz bunun deymet. Birdan chizdigan ha? Maafkan kökteydi. Hey xotin, ma sandıqdan pul aldın mı? Hoş,
Muşta baktın çakçaklan siz. Yapılattı. Kim sana çakçak kıptı? Lan sandık bunu birisi ağadak durdu. Doğrusu tutup yürüydiğin şeytanlarımızın sormam siz. Ben nereden bileyim? Oshqozini og'rib ketdimki, to'lg'inib bo'lamayli qapti-ku o xotin. İlayim keçeç ölgeydi. Seyfidin! Seyfidin! Rena! Ben apağlarını doktorgan apırıp geley. Sizler öğüt obdara kararlar ha? Tüy! Tüyü bizden apımız gelmiş. O Yavuz cadıgar. Hey Rena! Toplan! Seyfidin! Yakışıklı! Bunu şey ettiniz! Bu ne? Bu yaptır şey. Mesut Bey kaç bu ne? Ah cadıgar uğur kaçıkını. O cadıgar öşkemez umina yakşı açacağım. Sen yıkma ben yaptır çalışmadım. Vurgun gelsin mini vur. Tıkam kol tek kızgıç bomba. Rena kile! Bu işi zaten kaçtır karıştım. Ha? Bunun için pul kene! Bir sandık çalmayı kim kaçak koydu ha? Rastlarını etleş! Zaten kim kıldı bu işini? Dada bu işini ben kılmadım. Lekin biz akşam baldırlıkla kalgan dursak. Bu ishni biz qilmadik. Hech qaysimiz qilmadik. Ah sonuşum. Bu işlerini senler kılışmışsan kim kılışıdı ha? Çokum senler kılıştın. Biz qilmagandiki qilmadik demay qildik dem tiqamsa. Be kızım Rena sen digine! Bu çalının zaten kaysın kaçtan koştan sandıkka! Ha? Ve rastlarını digine bana! Dada bu bunlar aslı biz anladık. Bu bizim işimiz emez. Rana kız. Siz mi bu işini ben kılmadım desiniz? Bu işini zaten kim kıldı? Ha? Hey! Senle mi erişmişsin? Benim bir sandık bulum ne gitti da? Ha? Kaya gitti da benim bulum! Esli burunla apan diye kesel köpüsünden senlerle dilip biriydi! Hem de hemen birleşip beni veyran kımakçı mı? Ha? Hiç yapma karı! Bulum beni! Bulum beni! Ulan benim bulum niye gitti? Ha? Ulan benim bulurum! Ulan bacak! Ture! Ture! Bir sandık pulum özlüğünden gayip bulup, bir sandık çalmık aylanıp kaptı. Şu açığımda ballarını bu ışıktan bağlap, sonra kısamı ula biz kımıdık deydi. O degen bir sandık buldursa İmam Akınım. Bu man hem de nemi kögülük İmam Akınım.
Bu ancha hayron qolarliq ish bo'lmabdi, Fazlaxon. Navodi siz ashu yetim bolalaringizni yana urdikansiz, qolgan pul mollaringizmi chalmoq aylanib ketishi, hatto yilon chayonga aylanib sizni tirik bet yevdishi mumkin. Ha? Dik shundoq ishim bo'landa? Bu faqat yo'qsiz bechor g'eriblarning qisosi tutqandili bo'ladi. Chunki sizning pullaringiz ashu bechorlarning qini, ularning jon tomiri, ularning haqqi. U siz uchun barhaq haromdir. Harom mol dunyo hamon to'sib ketadi. Hozir partiya hukumat pok diyanatli kadrlarni o'stirib, poraxo'rlikqa qarshi turib, shiriklashgan xalqni shulib yeydigan amaldorlarni jazolayotdi. Bu shuning uchundirki, sizmi Menchu. Men mi jazolanaman? Mening qolgan pul mollarimni to'zib ketanda? dil azar, xudo bezor deydigan gap bor, Fazlaxon. Siz oldingizga kelgan hojatmanlarning hojatini ravo qilmay, dilini ko'p ranjitdingiz. Ularga yaxshilik qilmadingiz. Shuning uchunmikin? Shuning uchun qanday qilishim kerak? Har qanday ish qonundan chetnasi buziladi. Qonunsizlik qilg'ichi jazolanadi. Siz maxfiy va oshkora jinoyat o'tkazdingiz. Xudo sizni jazoladi. Mush qilganlaringizni hukumat qonundan uqsa, siz yana jazolanasiz. Fazlaxon, men sizdan so'rab ko'ray. Siz xayri ihson qilib baxdingizmi? O'qisiz qolgan holi kuni nachar kambag'allarga yordam qilib baxdingizmi? Ranagul, oliy maktabda o'qishingizni qaytadan asli keltirishni o'ylashdik. Siz oliy maktabga berib o'qishni xohlamsiz? Xohlayman. Voylar acha oliy maktabga Acha oliy maktabda o'qiyoladigan bo'ldi. Men o'qiyoladigan bo'ldim. Mayra mali, acha oliy maktabda o'qiyoladigan bo'ldi. Men o'qiyoladigan bo'ldim. Rahmat tog'a. Yaxshi oldi. Oliy maktabda o'qiyoladigan bo'libsiz. Hata! Yoshma! Beni koyun deş! Çıptı! Koyun deş! Yoshma! Ben de bir kıldım! Beni koyun deş! Sırda ötüme! Koyun et! Ma! Maktabga borganda ketirish buguning fikrlaringizdan ansirmang. Kolu koysilip! O ne yapıyorlar? To'xtanglar. Ranaqi, Seyfiddin ukam, Qurbonjon, Luqmonjon. Sizlar haqiqatan tirishchan, aqlli, yaramli cho'ngibsizlar. Bilaman, u sizlarning dadanglar. Kim bo'lishidan qat'iy nazar qonun oldida barobar jazolandi. Sizlar dadanglarning, o'gay opanglarning jazolanishini xohlamsizlar. Xohlamsanglar, ogohlantirish bersak bo'ladi. Qonun ularni jazolasin daga. Siz ularni qattiq jazola. Chunki u akamni pek qattiq urvatdi, tepdi, desidi. Qurbon akam bo'shirin ketdi. Ocham ekirgan ishchilik suvni av xotin ustimizga qo'yibdi. Ocham bilan meni urdi. Meni urmoqchi bo'lganda ocham menga to'sib olgandi. Tayoq ochamga tegdi. Bo'ladi, biz ularni jazolaymiz. Rahimsiz Fazlbay, qarang. Bunaqa qarang. O'g'lingizning badanidagi bu tayoq izlari sizning rahimsiz orqalaringizdan jarohatlangan. Siz bu bolalarga otliq majburiyatni ado qilamidingiz? Chunki sizning otliq salohiyatingiz yo'q. Siz bu bolalarning otasi bo'lishga muvaffaq kelmaysiz. Siz faqat bu bolalarga sadva qarashni, tillashni, yo'qishni bana qilib urishni, jazolashni bilgansiz. Voy tixinem, man qarang a? Bu yoqqa keling. Ha? Sizmi ayol kishimi? Ayol kishi bo'lgan bo'lsangiz, onaning, bolaning nima ekanligini bilgan bo'lardingiz. Lekin siz bilmaysiz. Chunki sizning nazaringizda bu bola sizga o'gay. O'gay yetim bolalarga rahimsizlarcha muomala qilish kerakmi? Ularni eng qabih usuldan o'rganish kerak, shundaqmi? Siz bir ayol, bir ona bo'lgan bo'lsangiz, bu bolalarning diliga azor bermagan, ko'zidan yosh chiqarmagan, o'rganmagan, urmagan bo'lardingiz. Chunki siz haqiqiy ona, haqiqiy ayol kishi emas-da.
Onunun qandaq bulğanlığını bilmeysiz. Sizlar urib xarlayotgan bu balalar bizning kelgusi umidlarimiz, bizning eng yaxshi o'quvchilarimiz. Shuning uchun biz bularning e'tiborigini qilamiz. Hargizmi sizlarga o'xshash qari qo'saq, qari turk talvalarning qo'liga tashlab bermaymiz. Etmenglar bu hayvanlarni. Dada! To'xtanglar. Yo'q, tag'a, biz onsiz qilib ko'p jafolarni tortdik. Endi dadimizdan ayrilib qolishni xohlamaymiz. Tag'a, sizdan o'tinib qolay. Dadamni qo'yib yuting, tag'a. Beni koyup etanglar. Kızım. Ballarım, dersten düşüpla odur qaytib kelinglar, ha? Sen bir yoldan ketida mang'in, bildingmi? Ma'qul. Men sizlarga o'qishdan tomoq Bo'ladi, opa. ballarım. Xo'sh. Xo'sh ballarım. Yaxshi opa. Xo'sh. Xo'sh. Adazim, tayyorligingiz bitib qoldimi? Bitib qoldi. Qizim, men sizlarni ko'p ranjitdim. Tilinglarga ko'p asar berdim, qizim. Biroq sizlar meni kechirib o'tdinglar. Akşam ben bir gece bu işlerini oyladım. Zaten uykum gelmedi kızım. O kışka Sırahiyeye gidiyorsunuz kızım. Özünüzü asırım. İğnelerinizle hatırcam makul edin. Uladın herkes ensirme. Ben ulağı ondan koruyayım kızım. Kızım, bu benim özüm şıkkam pul. Bunu asmasını işletersiz. Yok hadi, yok. Ondan değil mi kızım? Biz her ayda sizge pul evetip dururuz. Kızım Rana, örümcek gidiyorsunuz. Özünüzü köp astıran. Makul. Kızım, örümçeğe gitip barsiz. Özünüzü köp asıran. Tırışıp oku. Hatırcam bulan dada, çokum tırışıp okuyman. Kızım, inilerinizden herkes esirmen. Ben bulağa ondan karayman. Opam rastaydı aça. Hatırjam bolam. Aça, örümcek bağında xat yazışını unutup kalma. Unutup kalmayman, Fıram. Seyfedin, fikirlerinden ders tekrar kılışını, yetekçilik kılışını unutup kalma. Bo'ladi aça. Makul, hoş fikirlerim. Hoş. Hoş Seyfedin. Hoş kızım. Dada. Hoş kızım. Xudayım kalmadı. Benden hatırcam bulan dada. Hoş. Hoş kızım. Özünüzü asıran aça. Hoş. Yaxşı oku. Hoş. Hoş aça. Hoş. Hoş.
Xo'sh. Nasib bo'lgan oxirgi kulcam unutildirdi azob kulfatni bahor bo'ldi men uchun kech kuz o'rgilay orzuyimga yetar men endi bahor bo'ldi men uchun kech kuz o'rgilay orzuyimga yeter men endi orzuyimga yeter men endi dostlar ara güler men endi teşna yürek, teşna kalpke örgüley bakıp gülü tutar men endi teşna yürek, teşna kalpke örgüley bakıp gülü tutar men endi sana rahmet can ciğer örgüley işenç bergen bahar şamili rahmet sana rahmet can ciğer örgüley işenç bergen